Ustoz, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda kofirlardan biri bilan bahs qilib qoldim va e'tiqodimga qattiq zarar yetkazib qo'ydim deb o'ylayapman. Astagfirullah. Hozir qalbim shubha dengizi bo'lib, uni ustida suzmoqdaman. Nafsim va shayton meni unga cho'ktirish uchun harakatda. Bunday holatda iymonni quvvatli qilishim va e'tiqodda mahkam turishim uchun nima qilishim lozim? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu aqidaga oid savol ekan. Avvalo bir narsani aniq bilish kerak. Biror bir shaxs, musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar bir sohani mutaxassisi bo'lmasa, mutaxassisi bo'lmagan sohasiga aralashib, unda bahs va munozaraga kirishligi durust emas. Xususan mana shu hozir aytilgan bir dinsiz odam bilan, kofir odam bilan din borasida bahs qilish uchun insonda kifoya qiladigan miqdorda ilmi, amaliyoti, malakasi va tajribasi bo'lsa, ana undan keyin ularda bahs qilsa yaxshi bo'ladi, samarali bo'ladi, bir insonning hidoyatiga sababchi bo'lishi mumkin. Ammo o'zida hali yuqorida aytilgan taraflar bo'lmasa-yu, lekin birov bilan bahs qilsa, Alloh asrasin, mana bu savolda aytilganidek, gumonlar ummoniga g'arq bo'lib, Alloh asrasin, iymondan ham ayrilib qolishi mumkin. Ammo bir narsani bilish kerak, oddiy holatda insonga vasvasa kelsa, vasvasada bunaqamikin deb ikkilanib va o'sha ikkilanishdan xavotir bo'lib ichida qo'rquv paydo bo'lsa, bu oddiy iymoniy holat hisoblanadi. Musulmon odamning hayotida bo'lishi mumkin bo'lgan amal hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning oldilariga bir qancha sahobiylar kelishadi. Turli shakllarda kelgan, turli ko'rinishlarda kelgan bu hadis. Bir hadisda keladi. Unda Nabiy alayhisolatu vassalomning Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Nabiy alayhissalom oldilariga bir odamlar kelib aytadiki, ey Allohning rasuli deydi, bir holat bo'ladi. Bir holat bo'ladi bizda. Nima bo'ladi? İchimizga bir fikr keladi. Bu mana shu savoldagi odamga o'xshagan vasvasa keladi. Inna najidu fi anfusina. Biz ichimizda bir shunaqa bir xayollar, fikrlarni kelganini topamiz, ko'ramiz. Va o'sha fikr, xayollarni birovga aytib berishni gunoh kabira deb bilamiz. Shunchalik katta fikrlarda insonni vasvasa deb ataladigan narsa. Shunaqa paytda nima qilamiz deganda, xuddi shunaqa bo'ladimi sizlar dedilar. Shunday bo'ladimi? Shunday holatda topasizlarmi o'zinglarni dedilar. Ha deyishdi u kelganlar. Rasululloh alayhisolatu vassalom va zalika min sarihil iymon. Va bu qilgan ishingiz iymonning sarohati, ochiq oydin sog'lomligi, pokizaligining alomatidandir dedilar. Demak, vasvasa hamma insonda bo'lishi mumkin. Ammo u vasvasaga mag'lub bo'lmasdan, uni ustidan g'olib bo'lish mo'min odamning vazifasi hisoblanadi. Shunday ekan, hozirgi o'xshagan fikrlar sizda endi paydo bo'lgan bo'lsa, tezda tavba qiling, Alloh azza va jallaga inobat qiling. Eng asosiy zikrni ko'proq qiling, istig'forni ko'proq ayting. La havla va la quvvatani ko'proq takror aytsangiz, inshaalloh bu vaziyatdan chiqib ketishingizga yordamchi bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.